Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kontentimiz o'zbek tilida bo'ladi. Yaqinda men bir insondan shunaqa ajoyib so'zlarni eshitib qoldim. Men juda ham ko'p duo qilyapman, lekin nimagadir oxirgi vaqtlarda duolarim qabul bo'lmayapti degan so'zlarni eshitib qoldim. Va yana Instagramda shunaqa sitata o'qib qoldim. U yerda yozilishicha, duolaring qabul bo'lmasa ham sen duo qilavergin, chunki bunda xayr bor, bunda yaxshilik bor degan ma'noda. Ya'ni duoga targ'ib qilingan ma'noda juda ham go'zal so'zlar yozilgan. Bir qaraganda bu juda ham ajoyib, chunki bu duoga targ'ib. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zlari bizlarni duoga targ'ib qilganlar, duo qilinglar deganlar. To'g'ri, lekin bu sitatadan meni e'tiborimni tortgan so'z bu duolaring qabul bo'lmayotgan bo'lsa ham. Bu nima degani? Biz qayerdan bilamiz duolarimiz qabul bo'lyapti yo bo'lmayotganligini? Lekin insoniyatni o'ziga yarasha o'lchovi bor. Bu o'lchov, agar men xohlagan narsa, men duo qilib so'ragan narsam, men xohlagan vaqtda va men xohlagan ko'rinishda kelsagina, bu degani meni duoyim qabul bo'ldi degani. Boshqa variantlarda esa bu degani men duoyim qabul bo'lmadi degani. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Payg'ambarimizni so'zlari bor. Toki banda o'zi meni duoyim qabul bo'lmayapti, men duo qilyapman lekin u qabul bo'lmayapti demas ekan, uni duosi qabul bo'ladi deganlar. To'yist bizda shunaqa tushuncha bo'lsa, men duo qilyapman lekin meni duoyim qabul bo'lmayapti, demak qabul bo'lmayapti, chunki sen o'ylayapsanki, seni duoying qabul bo'lmayapti. Juda oddiy, hammasi juda oddiy. Aslini olganda duoni ham Alloh taolo o'zi bizga ilhom qiladi. Allohning ilhomi bilan biz duo qilamiz. Qanaqa qilib Alloh o'zi ilhom qiladi va biz shu ilhom bilan Allohga qaratib duo qilamiz va Alloh taolo qabul qilmasligi mumkin. Lekin oxirgi paytlarda tushunyapmanki, juda ham ko'pchilik insonlarda shunaqa fikr bor. Duo qabul bo'lmasligi degan fikr bor. Va bu fikr ular duo qilayotgan paytda duolarni ellik qilishliklari uchun sabab bo'ladi, qilishlikka sabab bo'ladi. Lekin aslida esa duo ellik qilinmaydi. Duo meni duoyim qabul bo'ladi. Mo'min musulmon odam bor ekan, u duo qiladi va ishonishi kerak. 100% absolutni ishonib duo qilish kerak. Hech qanaqa shubhalarsiz. Meni duoyim qabul bo'ladi. Ana endi insoniyat o'lchoviga kelsak, duo qabuli, tasavvur qiling, mana shu duoingizni qabuli va siz xohlagan narsa, siz xohlagan vaziyatda, siz xohlagan ko'rinishda keldi. To'g'ri, duo qildingiz va Alloh taolo siz xohlagan narsani siz xohlagan vaqtda berdi. Va biz nima deymiz? Biz aytamizki, duoyim qabul bo'ldi. Shukr aytamiz, xursand bo'lamiz, boshqa. Lekin agar mana bu bo'lmasa, agar biz xohlagan narsa, biz xohlagan vaqtda kelmasa, biz mana buni yo'qotib tashlaymiz. To'g'ri, duo qabul bo'lmadi deb o'ylaymiz. Lekin bu hamma vaziyatda bo'ladi. To'g'ri, sizni duoyingiz, siz xohlagan narsa keladimi, kelmaydimi, kech qoladimi, o'zi kech qolishi sizni fikringiz bo'yicha kech qoladi, lekin Alloh taolo hech qachon hech narsani kech qilmaydi. Siz uchun kech qoladimi, kech qolmaydimi, bu duoingizni qabuli albatta bor. Toki siz bunga ishonar ekansiz, duoingiz qabul bo'ladi. Lekin boshqa variantlar ham bor. Bundan boshqa variantlar bor. Siz xohlagan narsa, siz xohlagan vaziyatda, siz xohlagan vaqtda kelmasligi mumkin. Alloh taolo u narsani keyinroq berishi mumkin. Keyinroq degan ikkinchi variant bor. Siz o'zingizni o'zgartirmagunizcha, siz tayyor bo'lmagunizcha bu narsa kechikaveradi. Siz uchun kechikaveradi. Bu ikkinchi variant va bu birinchi variantdan ko'ra yaxshiroq, chunki siz bu variantda o'zgarishga ulgurasiz. Undan tashqari uchinchi variant ham bor. Bu
kech ham qolmaydi, siz xohlagan narsangizni ololmaysiz, chunki Alloh taolo sizga undan ham yaxshisini ato qiladi. Bu ham duoingizni qabul bo'lgani degani. Lekin biza birinchi variantni ola olmasak, bo'ldi, biza umidsizlikka tushib, nervni sistemamiz bir nimalar bo'lib ketib, shunaqa depressiya holatiga tushamiz. Lekin bu juda ham nelogichni. To'rtinchi variant bu xohlagan narsamizni bu dunyoda ola olmaymiz, lekin qiyomat kunida Alloh taolo misli ko'rilmagan savoblarni bizga beradi. Nima uchun? Agarda, lekin buni usloviyasi bor. Agarda siz bu dunyoda xohlagan narsangizni ola olmaganligingiz uchun qiynalib, yig'lab, depressiyaga tushib, norozi bo'lib, shunaqa bo'lib yurgan bo'lsangiz, конечно же, qiyomat kunida duoingiz uchun bunaqa savob ola olmaysiz. Bu savob qiyomat kunidagi misli ko'rilmagan savob kimlar uchun? Bu duo qilganlar va uni qabuliga ishonganlar va kutganlar va hech qachon umidini uzmaganlar uchun, hech qachon negativga berilib ketmaganlar uchun, doimiy pozitivda bo'lishligi va mana bu variantlarni bilishligi va qiyomat kunida juda ham katta bir savobga qozonishligini biladigan insongina qiyomat kunida duosi bu dunyoda berilmaganligi uchun katta bir misli ko'rilmagan savob qozonadi. Lekin bu degani siz yoki bu hayotda olasiz, yoki u hayotda olasiz, chunki ограниченный limit degani emas. Allohda ограниченный limit yo'q. Allohda безграничный resursi, безграничный limit. To есть hech qanaqa limitni o'zi yo'q. Shunchaki bu hayotda o'sha siz xohlayotgan narsa olishingiz sizga zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo sizga bermaydi bu hayotda. Va bu juda ham yaxshi. Отлично. Bu uchun qiynalib, bu uchun yig'lab, hech qisi yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi ajoyib bo'ladi. Alloh taolo undan ham yaxshisini beradi. Agar Alloh taolo sizga bir dard bergan bo'lsa, unga sabr qilishlik uchun resurs bergan, albatta bergan. Hech narsa, bu dunyodagi hech narsa hikmatsiz bo'lmaydi. Shu narsani unutmasligimiz kerak. Va kim nima deyishidan qat'iy nazar, qalbingizda qanaqadir g'irlag'ashliklar o'tishidan qat'iy nazar, qanaqa bir fikrlar kelishidan qat'iy nazar, umuman без колебаний ishonishingiz kerak. Hech qanaqa shubhalarsiz, absolyutno ishonishingiz kerak, что sizni duoingiz qabul bo'ldi. Qabul bo'ldi и всё. U narsa o'zgarmaydi, faqat sizni qabul bo'ldi degan мнениеңiz o'zgarmaguncha duoingizni qabuli o'zgarmaydi. Shuncha argumentlar bor, Qur'oni Karimdan so'zlar bor, shuncha payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor, lekin biz baribir ham nima uchundir duoim qabul bo'lmayapti degan fikrga kelib qolaveramiz. Masalan, Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen menga duo qil, men duolaringni qabul qilaman." Unga duo qilamizda va duolarimiz qabul bo'lmaydi va biz bu narsani nimaga duoim qabul bo'lmadi deb uni sababini izlay boshlaymiz va aytamiz: menimcha bu gunohlarim katta, gunoh qilib qo'yganman, shu uchun qabul bo'lmayapti, men bilaman o'zim deb deydigan odamlarga nisbatan Alloh taolo Qur'oni Karimda yana обращаться qiladi, именно shu odamlarga qarata: "Ey o'z nafsiga zulm qilgan bandalarim, sizlar mendan noumid bo'lmanglar, baribir menga duo qilinglar, men baribir sizlarga beraman" degan. Va bizda hech qanaqa, absolyutno hech qanaqa sabab yo'q duoimiz qabul bo'lmasligiga. Hattoki kofirni ham duosini qabul qiladigan Robbimiz qanaqa qilib biz mo'min musulmonlarni duosini qabul qilmasligi mumkin? Va duo qilayotgan vaqtingizda включённый duo qilishni o'rganishingiz kerak. Butun vujudingiz bilan, butun borlig'ingiz bilan, sizni butun borliqni yaratgan zotga duo qilayotganingizni bilib duo qilishingiz kerak. Ellik duo emas. Bu umuman iymoningiz 50 unaqada. Qanaqa variant bo'lishidan qat'iy nazar, biz bu variantlarni muhabbat bilan qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Chunki qabul qilish bor. Birinchi variant bu
ну endi nima qilamiz, endi hayot shu ekan yoki qadarda yo'q ekan, shu uchun qayerga boraman, endi qabul qilaman-da emas, muhabbat bilan qabul qilish. Vau, bu juda ham zo'r narsa Alloh taolo menga berdi. Undan ham ko'ra zo'rroq narsa berdi. Men balki hikmatini bilmasligim mumkin, hikmatini anglamasligim mumkin, lekin men bilaman, что bu juda ham yaxshi narsa men uchun. Именно men uchun hozir mana shu vaziyatda eng ideal narsa bu Allohning menga bergan javobi, Allohning menga bergan rahmati. Bu неприятно bo'lishi mumkin, sizga yoqmasligi mumkin, boshqa, lekin sevishni o'rganishimiz kerak. Muhabbat bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Allohning har bir berayotgan narsaga muhabbatli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Va ko'zlarimiz va realnost. Bizning ko'zlarimiz doimo bizga realnostni ko'rsatavermaydi. Chunki biz o'ylaymiz, ko'zimiz bilan ko'rayotgan bo'lsak, demak bu realnost, to есть Alloh taolo qabul qilganini ko'z bilan ko'rsagina qabul qildi deya olamiz. Atak ko'zimiz bilan ko'rmasak, bitta izmenение bo'lmasa, hayotimizda o'zgarish bo'lmasa, biz xohlagan narsani olmasak, demak Alloh taolo qabul qilmadi degan. Lekin ko'zlarimiz naskолько reallikni bizga ko'rsata oladi. Maksimum ko'zingiz reallikni 1% ko'rsata olar. Lekin men ishonamanki, даже 1% ham ko'ra olmaymiz, chunki atomlarni ko'ra olasizmi? Elementarni. Yo'q, ko'ra olmaymiz. Boshqa mikroorganizmlarni ko'zimiz bilan ko'ra olamizmi? Yo'q. Allohni ko'zimiz bilan ko'ra olamizmi? Yo'q, ko'ra olmaymiz. Nimani ko'ra olamiz ko'zimiz bilan? Ko'zimiz bilan hozir tashqarini ko'zimiz bilan hozir ichkarida turibman. Tashqarini ko'ra olamanmi? Yo'q, tashqarida nima bo'lyapti bilmayman. Va Allohning hikmati ham juda ham keng, juda ham bezgranichna bo'lganligi uchun, hech qanaqa chegarasi bo'lmaganligi uchun bizning ko'zimiz u narsani ko'rishga qodir emas. Shuning uchun ko'z bilan ko'riladigan narsa bu aslida reallik deb atalmaydi va bizning ko'zlarimiz doimo bizga reallikni ko'rsatavermaydi. Shuning uchun agar xohlagan narsangiz xohlagan vaqtda kelmasa, bu degani duoingiz qabul bo'lmadi degani emas. Ana endi shuncha argument turganida, shuncha oyatlar, shuncha hadislar, siz baribir ham 50 duo qilsangiz, demak bu уже sizni vыбоringiz. Lekin men xohlardimki, har bitta mo'min musulmon inson doimiy ravishda 100%, agar undan ko'p foiz bo'lsa, undan ham ko'p foiz, undan ham ko'p foizga ishonish kerak, что uni duosi qabul bo'ladi va boshqa variant yo'q. Sizni duoingiz qabul bo'ladi va boshqa variant yo'q. Agar boshqa variant miyangizda paydo bo'layotgan bo'lsa, bilingki bu не истина, bu pravda emas, bu to'g'ri emas, haqiqat emas. Boshqa variantlarni siz o'zingiz yaratib olasiz. Например, men gunoh qilganman-da, shu uchun duoim qabul bo'lmayapti. Boshqa sabablar. Может быть, men qo'lim ko'tarmasdan duo qildim, shu uchun duoim qabul bo'lmadi. Может быть, boshqa bularning hammasi illyuziya, bularning hammasi siz o'zingiz ichingizdan to'qib chiqargan sabablar. Nimaga duolaringiz qabul bo'lmasligining sabablari. Aslida sizni duoingiz qabul bo'ldi va bundan keyin ham bo'ladi. Faqat siz bunga ishoning. Bez kolebaniya, hayotingizda nima bo'layotganligidan qat'iy nazar, duo qilganingizdan keyin nimalardir yo'qotishni boshlaysiz, undan ham ko'ra ko'proq ishonishingiz kerak. Undan ham ko'ra ko'proq Allohga tavakkul qilishni boshlashingiz kerak. Chunki Alloh taolo duolaringizni qabul qilishni boshladi va siz xohlagan nuqtaga sizni ketirish uchun nimalardandir siz voz kechishingiz kerak edi va Alloh taolo sizni voz kechishga majbur qilyapti. Это nормально. И bundan umuman qo'rqmaslik kerak. Har qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, duoingiz ishonishiga totalna ishonishingiz kerak. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa variant yo'q. Kim nima deyishidan qat'iy nazar. Kimdir sizga kelishdan, realist bo'lmaysanmi? Qaragin, balki Alloh taolo xohlamayotgandir senga shu narsani berishni, qadaringda yo'qdir, boshqa. Yo'q, meni realligim mana shu. Meni realligimda Alloh taolo duolarimni qabul qilyapti. Men butun umr duo qilaman. Butun umr duo qilib, umrimning oxirigacha duo qilaman deydigan darajada iymoningiz kuchli bo'lishi kerak. Iymoningiz kuchli bo'lishi kerak. Videoning oxirida
Imom al-Basriydan go'zal bir so'zlarni keltirmoqchiman. Imom al-Basriy aytibdilar: agar Alloh taolo menga xohlagan narsamni men duo qildim va menga xohlagan narsamni bersa, men xursand bo'laman. Va agar men duo qildim, Alloh taolo xohlagan narsamni bermasa, men 2 barobarga xursand bo'laman. Chunki birinchi bu men xohlagan narsam edi. Men o'zimga tilagan narsam edi. Ikkinchisi bu Allohning menga tilagan narsasi. Bu degani, agarda siz natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, duolaringizdan natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu degani duolaringiz qabul bo'lmayapti degani emas. Yana qaytib aytaman, menimcha 1000 bor bu gapni takrorladim. Nima ko'p takrorlansa, bu degani bu важный, muhim narsa degani. Shuning uchun hech qachon umidingizni so'ndirmang. Atrofingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa voqealar bo'layotganidan qat'iy nazar Allohga duo qilishda davom eting va umidingizni so'ndirmasdan barcha sabablarni qilishga davom eting va inshaalloh siz xohlagan narsani yoki undan ham ko'ra yaxshiroqni Alloh taolo albatta ato qiladi. Baski siz umidingizni uzmang.